Erim har kunli janjallardan to'yib ketdim. Topgan gaplari bitta. O'zingga qarab yurmaysan, chiroyli kiyim kiyib yurmaysan, vechna kasalsan, hali belim, hali boshim og'riyapti deysan. Umuman sog' bo'lgan kuningni eslolmayman deb har kuni janjal qiladilar. Nima qilsam bo'ladi deb SMS kelibdi. Shu payt shunaqa erkaklarga bitta gapni gapirgim keldi. Ota-onasini uydan o'tganinglarda gul bo'lgan, yosh bo'lgan, soppa sog'lom bo'lgan. Agar sizlarning uylarga borib o'tin bo'lgan bo'lsa, kasalvon bo'lgan bo'lsa, bu sizlarning aybinglar. Ayol kishidan ayb qidirmang. Ertalabdan shu SMSni o'qib nervim chiqqanidan keyin anti-stress bo'ladigan ishlarimni qildim. 2 baravar hamma joyi ko'pirtirib yuvishni boshladim. Eng qizig'i bilasizlarmi nima? Sauna qizib yotibdi. Men villur qo'ynida kirib olib hamma joy ko'pirtirib yuvib yotibman. Ichimdan suv oqib enasini ko'rib ketdi qo'ynida. Shu saunani ayollarga ham erkaklarga ham foydali tomonlar juda ham ko'p deyshadi. Menga vobshe foyda yo'q. Naborot kirsam yuragim o'ynab, nafasim siqishni boshladi. Qilishga ish yo'q, g'irt bekorchilikka o'xshab ozgina dam oldim. Keyin mana shu taqir-tuqir toshlarni ham usti chang bo'lib ketibdi. Bularni ham birro artib qo'ydim. Saunani ham qalbimga o'xshab kristalni qilib yaltiratib qo'ydim. Endi bo'lsa sizlarga ayollarga kerakli bir ikkita narsalarni ko'rsataman. Qaranglar, zo'ra xohlagan hamma narsani shunaqa osmondan tushib qolsa-ya. Yaqinroq o'tirib olinglar qizlarjonlar. Обязательно sizlarga ham kerak bu narsa. Birinchi ko'rsatayotgan narsam bu makadamiya yog'li losyon bo'ladi. 100% Turkiya mahsuloti. Bu losyonni butun badaningizga sursanglar bo'ladi. Teringlarni chuqur namlantiradi, butun badaninglarni shunaqangi yumshoq qilib qo'yadi. Hidiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r, xuddi atir sepgandek bo'lasiz. Keyingi ko'rsatadigan narsam aniq hamma ayol qizlarga kerak. Bu sprey intim sohasidagi har xil qichishlarni, allergiyani, qizarishlarni, toshmalarni oldini oladi. Tushunishlik uchun aytib o'taman, buni ichki kiyimlarga sepasizlar. Xuddi shunaqa masofadan keyin bo'lsa, olam guliston jenskidagi hamma kasalliklarni oldini oladi. Bu kremni chuda krem deb aytolmayman, original Turkiya mahsuloti. Tananglardagi любой qoraygan zonani oqartirib beradi. Ne только intim zona qizlarjonlar, tirsakdagi, bo'yindagi, tizzadagi любой qoraygan zonani oppoqini qilib beradi. Bu Rexona bo'lsa alohida tema, original 100% Turkiya mahsuloti. Ishoninglar, agar shu Rexonani ishlatsanglar, mana bunaqa dezodorantlarni vobshe ishlatmaysizlar. Bu Rexona lechebniy hisoblanadi. Bir haftada 1-2 marta ishlatsanglar bo'ldi. Boshqa umuman dezodorant ishlatmaysiz. Bu 4 ta mahsulotni ham Mali Store'dan oldim. O'zinglar uchun odzivlarni ko'rib bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Keyingi retseptga ko'rishguncha hammaga xayr. Bu videoni bo'lsa sog'lig'iga e'tibor berib yuradigan qizlarga jo'natib qo'yamiz.